Assalamualaikum yurttaşlar, kanalımız yatuvchilar. Bir etajli havlucamı satıb olan ekan, Uğulovoyda joylashgan tayyor ko'chada. Görüp dolanız balalarımızdan joyliqlabı yanımızdan. Lokasiyani tushuntiradigan bo'lsak, Ptissadan yurttaşlar, Shavat yo'ldan chap tarafı Ptissa aylansazlar, shu yerda bo'ladi. Gaz suv svetdan muammo yo'q yurttaşlar. Yanımızda mina Uğulovoyda joylashgan местасы bor. Yerimiz ham Genkaga. Birga ikkita ko'rib danışib chiqamiz. Bismillah. Uyimiz tayyor. Hem bir fonda chiqib turibdi yana. Balandligimiz zo'r. Jihozlar ham o'z yetadi yurttaşlar. Birimiz umumlik tashalgan taplanadi, biri o'rnatilgan Ariston katyolumuz bu yerda ekan. Yan tarafimizda yana girish qismi. Jihozlar ham o'z yetadi. Sroshi sotib olgan yurttaşlar. Birimizda kuxnya e'tibor beramiz. Kuxnya joylashgan bu yerda. Fonda turibdi. Yan tarafimizda sanuzel. Vana to'ychamiz bu yerda, birimiz dusha yotib qo'yibdi mana. Eshikamiz akva bo'ladi. Doğrumuzda zal, chap qo'limizda spalni. 2 xonali uyimiz, bir dalan. Spalni bu yerda yana ko'rib turganingizdek, ham bir fonda. Uğulovoyda joylashgan yurttaşlar. 2 xonali kvartiranın pulini chiqardi. Ko'na domdan bahasında, hozir bahasini ko'rasizlar. Stroy sotib olgan. Kim makul olsa reski telefonumla xulasa ikkab ko'rsatamiz. Egasi bilan bog'lantiramiz. Eshiklar MDF eshikdan qo'yilgan. Oyoq telamiz yog'och pol. Bu tarafimizda zal. Mehmonxonamiz yana. Zalimiz kengligi ham zo'r ekan. Fotoqlarimiz ham shunday buzatilgan yana. Yurttaşlar, narxına keladigan bo'lsak, narxi 300 million. Unda turibdilar. Kim makul olsa ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sroy sotib olgan yurttaşlar, sotiladigan uylar bo'lsa bemalol telefonga sotishlardan beradi. Bu xususiy video kanalida e'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.